İslam dünyasına ait hüccetlik filmleri bilen tanılgan Tolay Gökçemet Hanım rejissorluk qilgan onun ismi Irqiy qirg'inchilik nomli hüccetlik film tunji qitim İstanbuldagi Atlas kinoxonasida qo'yildi. Hüccetlik filmda Sharqi Turkiston xalqining kulfatlari Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarning hikoyasi orqali yoritib berilgan. Rejissor Tolay Hanım film qo'yilgandan keyin e'lon qilgan bayonotida o'zlarining hozirgacha Suriya, Filistin ve Arakan qatarlıq İslam coğrafiyasiga ait hüccetlik filmlerini tayyorlaganligini tilg'aylab, bir yildan buyon Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmlarni fosh qilish yo'li ustida izlanganligini aytdi. Ukrayna prezidenti Zelensky agar Rossiya armiyasi chekinsa, urush to'xtatish amalga oshsa va davlatining bexatarligiga kafolatlik qilinsa, Ukrayna Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti, ya'ni NATOga a'zo bo'lish iltimosidan voz kechishga tayyor ekanligini aytdi. Zelensky buning Ukraynaning NATOga kirishi haqida nima qilishni bilolmagan G'arb uchun, o'zining bexatarligiga kafolatlik qilishni xohlaydigan Ukrayna uchun va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining texnik kengayishini xohlamaydigan Rossiya uchun bir murassa ekanligini o'tirib qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bar bo'lgan hujjatlarga asosan Amerika hukumatining Rossiya armiyasining Ukrainada urush jinoyati sodir qilganligini yakunlaganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kotibot boshqarmasi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining New Yorkdagi doimlik o'mikida ishlaydigan Rossiya diplomatlarini qo'llab chiqarayotganligiga qarshi Amerikaning Moskvadagi bosh elchixonasiga Rossiyadan ayrilishi talab qilingan Amerika diplomatlarining tizimligini topshirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Pokistonning poytaxti Islomobodda Saudiya Arabistonining diplomatiya ministri Shahzod Faysal bin Farxon Al Saud bilan ko'rishganda, Xitoyning Saudiya Arabiston bilan ko'p taraflamalik, yuqori qatlamli hamkorlik o'rnatishini xohlaydiganligini aytdi. Wang Yi Xitoy Saudiya Arabistonning Xitoyga munosabatlik masalalarda betaraf va odil pozitsiya tutganligiga va Xitoyning qonunliq takliflarini qo'llaganligiga rahmat aytdi dedi. Yevropa İttifaqı Ukraynalik musofirlarni qabul qiladigan Polsha, Vengriya, Ruminiya va Slovakiya qatorliq chegara davlatlarga va nopos nisbatiga asosan eng ko'p musofirlarni qabul qiladigan Avstriya, Bulgariya, Chex va Estoniyaga 3 milliard 400 million yevro qo'shimcha iqtisodiy yordam berilganligini e'lon qildi. Xitoyning janubidagi Guangxi avtonom rayonida tushib ketgan yo'lovchilar aeroplanining qora qutisidan birining tepilganligi e'lon qilindi. Tepilgan qora qutining uch sonliq ma'lumotlari xotirlangan qora quti yoki aeroplan bo'lmasidagi ovozlar xotirlangan qora quti ekanligi oshkorlanmadi. Rayondagi izlash xizmatini davomlashtirayotgan xodimlar yo'lovchilarning jasad qoldiqlarini topgan bo'lib, aeroplandagi barliq yo'lovchilar va aeroplan xodimlarining qazo qilganligi faraz qilingan. Rossiyaning Jakartada turishliq bosh elchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bu yil Indoneziya sohibxonlik qiladigan 20 davlat guruhlar boshliqlar yig'iniga qatnashishini planlaganligini e'lon qildi. Bu bayonot ba'zi a'zolarning Rossiyani bu yig'indan chiqarib etish chaqirig'idan keyin o'tirib qo'yildi.